Men hali o'qib karyera qilishim kerak. Men ham hammaga o'xshab kelin qilgim keladi. U ishlarni hammasi o'zimga qolib ketgan. Ana unda ukamni uylantiringlar. Voy, sandan oldimmi? Odamlar nima deydi? Hech nima qilmaydi. Kaptarchan, Burgitim, chumchuqchan. bulbulchan. Uzr, qarg'a o'tib ketsin. Voy o'lay. Alo. O'rta maqir nima meni gruppadan chiqarib yubordilaring? Menga vashchilik o'qimagan. Sen 2002dan sharmanda qilding. Kim u? Voy dadasi, to'xtab turing. Voy sizlar bo'la qolinglar endi. Oyi qatga? Bolam bugun ovqat qilmadik. Hamma xotinlar bilan kafeda ovqatlanib keladigan bo'ldik. A? Manchi. Voy sen tuxum qovurib yeb olaqa. Oyijon, mama musuri ko'tara olmayapman. Yo'q, yeringiz qayerda? O'g'liz kechasi bilan uxlamaganlari uchun charchab uxlab yotibdilar. Unda qaynakingiz qayerda? Ular ham kechasi bilan dars qilib chiqqanlari uchun charchab uxlab yotibdilar. Unda qaynakingizni uyg'oting, qarashaveradi. Sardor aka siqilavermang, odamlar gapiraveradi. Ularga umuman e'tibor bermang. Sizni faqat men tushunaman. Rahmat, Xonzo, bor ekansan u. Bitta nomer beraman. Shunday yozib oling. Aha, aytur. Nechi? 93lik. Ma'ni aytsangiz o'zi biladi. Aha, kim bu? Tanishim, nomeradil urolog. Oyi, men gapinglarni o'ylab ko'rdim. Haqiqatdan ham sizga bitta yordamchi kerak ekan. Mana kelin oldik-ku, hamma ishlarimni qo'limdan oldi, baraka topsin. Rahmat oyijon. Ha, to'g'ri, aytmoqchimanki, meni ishim, karyeram ham bo'laveradi. Endi sekin oila qurib, to'y-po'y qilib. Nima? To'y? Shuncha yiqqan terganimizga ukangni uylantirib bo'ldik. Endi 5-6 yil umuman to'y qilmaymiz.